nima tikyapti? Voy, qanaqadir g'alati tikyapti nimagadir. Kompot. Tushunmadim. Kimdir meni hozir chaqirdimi? Ovoz eshitdim qatdandir. Qatdandir ovoz tushunmadim. Nima bu? Voy, jiter sen qo'ssam yo'di. Voy, ol nima bu? Kompot. Men o'zim biznes qilaman. Men narsani sotaman, ovqatni olib keldim. Shuni sotmoqchiman. Baliq, shunaqa narsani. Tushunmadim. Sen g'alatiroqmisan? Men meni uyimni bunaqa devor buzib olib, mana shunaqa narsalar qilib o'tiribsan. Mana buni qara, kelib chiqsin, bor ol oyoqqa. Voy, men nima qilyapsan hozir meni uyim oldida? Mana o'zing uying bor-ku. Men bu yerda jimjitda tinchgina o'tirma, qotgan ishingni qara. Ol mana narsangni hozir tezroq. Yo'q, kechir kompot, lekin bularni olmayman. Agar mashinani hozir olmasang, lekin jitir men hozir bitta narsa qo'llayman, senga yoqmay qoladi ekan. Olsang ol tezroq. Olasanmi yo'qmi? Men qara devorni qilib qo'ygandan ancha kalotim bor, hozir sho'qin qilib o'tirsan mana shu yana. Xotiraman senga 10% beraman. Menga desa 1000% bermaysanmi? Menga keraksa o'zim uyim to'ppa-tuzuk bo'lsa bo'ldi. To'g'irlab qo'y uyimni. To'g'irla. Yo'q, to'g'irlamayman. Bo'ldi bo'lmasa hozir men ham sen uyingni buzib, mana shunaqa qilib qo'yaman. Mana shunaqa narsani qurib o'tirib, ovqatlar sotib o'tirib. Rozimisan? Yo'q. Bo'lmasa ol narsalaringni. Olmayman. Hop, sen hozir olmayapsan, ha? Olmaysan, ha? Yo'q. Bo'ldi, men endi hozir qiyinroq artilleriyaga o'taman. Hozir mana shu ovqat narsalaring bilan bitta ish qilamiz. Qanaqa ish? Hozir ko'rasan. Qarab tur, hozir ko'rasan, hozir nima qilishimni. Men bularni sekin, shoshilmasdan bittalab bundoq olib chiqmoqchiman. Bundoq olib hammasini bittalab hammasini olib, voy, inventarim ham menimcha 1 yil sasiydi buni hididan. Bularni hozir hammasini olaman-da, chetil. Kel, orqamdan kelsam, Men lava oldiga kelding. lava oldiga nima keldim bo'laysan? Men bunaqa qilish uchun keldim. Kompot, men o'zim bilan yo'lganman. Mayli, olsang maqtdi. Men uyimni shunga hidi bilan, shunaqa g'alati hidlar bilan, narsalar bilan to'ldirishing kerakmi? Kompot dedim, o'zingdan ko'r. Men hali seni troll qilaman. Qarab turgan. Hozir men bozorga borib olib keladisan, troll qilaman seni. Jitir, sen hali meni troll qilmoqchimisan? Ha? Sen hali meni troll qilaman deyapsanmi? Bo'ldi, men tushundim seni. Agar meni troll qilsang, maza bilan hali qiqqa bo'lib qolding. Men hali gapni tugatmadimmi? Salom do'stlar, men sizlar bilan Kompot. Mana ko'rgan bo'lsangiz, jitir qotgan ishini qaranglar. O'zingizlar hozirgina ko'rib turdinglar, nima qilganini. Men endi shu jitir bilan nima qilsam bo'ladi, do'stlar? Ha, yuki bilan troll qilaymi, ha? Qanaqadir troll qilamizmi? Kelar rostdan biz ham troll qilamiz va bu jitirga dars bo'lsin mana shu qilayotgan ishlari. Hozir men nimadir o'ylab topaman-da, shu uyi bilan nimadir qilsa bo'lar ekan, mana shu. Hozir men narslarim bormi-da, shu uyi bilan nimadir ish qilsa bo'ladi. Men ichida nimadir sundukda qani? Kelar do'stlar, bedruklar bilan qo'yib chiqamiz uyni. Keyin uyga kira olmaydi. Lekin bedruklarim juda ham kam. Boshqa variant qaraymiz. Hop, kelar do'stlar, uyni lava suvi bilan to'ldirib, oxirida TNT qo'yamiz. Yo'q, men lekin grif firmasman, shuning uchun bu ham bo'lmaydi. Bunisi ham bo'lmaydi. Qanaqadir yaxshi variant topish kerak. Bu fikr qanaqadir g'alatiroq fikr. O'girilgan fikr. O'girilgan? To'xtaylik. Kelar do'stlar, uyini biz o'girib qo'yamiz. Men hozir aytayotganim sizga g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz uyini shunday olib, bunday o'girib qo'yishimiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Oldin kirkida uyini polni hamma yoqda yaxshilab buzib olsam, keyin hali kelganda bormi? Rasa qiynaladi bu jitir. Hali ko'rasizlar, yomon qiynaladi. Hozir mana shu kitob jon hammasini biz chiqolik, keyin sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, men tugatdim. Hozir uyni yaxshilab buzib chiqdim. Endi biz keyingi ishga o'tadigan bo'ladi do'stlar. Hop, biz hozir nimadan boshlasak bo'lar ekan? Kelinglar do'stlar, uyni tomidan boshlaymiz. Teskamachasi qilamiz-ku biz. O'girib qo'yamiz uyni. Shuning uchun eng tepada tomi bo'ladi. Shuning uchun tomidan boshlaymiz. Mana bunaqa qo'llarni, mana shu tomlar, 2
ikkita tomondan, shunaqa ikkita tomondan tom qurib chiqsak, mana to'g'ri quryapman, mana shunaqa qurilardi. Keyin tepasidan bunaqa blok qo'yib turib, keyin bunaqa narsasini qo'yamiz, qiyshiq tomini. Mana do'stlar, tomini tugatdim. Xo'p, endi tomondan keyin 5 ta blok bu yoqqa 5 ga 5 qursak, devor bo'ladi o'shanda. Devor bilan oynalarni quramiz endi hozir. O'shanda 5 ga 5 bo'lyapti bizda blokda. 2 3 4 bunaqa qo'yamiz va bularni qo'yib chiqamiz. Mana do'stlar, devorni ham tugatib qo'ydim. Hozir menda kami naqalarni qoldi, narsalar bloklarim. Hozir oxirigacha qurib qo'ysam bo'ldi. 7 ish qilib bo'ldi. Bunaqa oyna shunaqa turishi kerak edi. Shunaqa turadi, men ham shunaqa turadi va men to'g'rilab qo'ysam, men bitta blok ketmayapti. Mana u eshik bo'lishi kerak. Bu yoqda ham oyna bo'ladi. Bu yoq tomondan ham oyna qolsa, o'rtadan oyna turardi. Hozircha hammasi to'g'ri ketyapti. Bu yoqda eshik. Eshik bunaqa qiyshiq bo'lsa, shunaqa tepada turishi kerak. Shunda mana shunaqa eshik qo'yib olsak, endi tepasiga blok qo'yib qo'ysak, zina qo'yib olamiz. O'sha zina bundoq chiqib, uyga kirib ketadi-yu. Yana qiyshiq qo'yib qo'ydim zinani. Hozir to'g'rilab qo'yaman. Bo'ldi, xo'p. Endi nima qoldi? Endi bizda oynalar qoldi. Uyni ana qilsak, bezasak bo'ldi, xo'p. Oldin davay kelib uyni to'g'rilab olamiz. Ichidan ikkita bunaqa bloklar, cho'zinchoq bloklardan qurilardi va kitob javoni. Kitob javoni, keyin oynalar. Voy! Oynalarni qo'yib chiqamiz. Xo'p, hozircha hammasi yaxshi chiqdi. Menda bo'ldi. Endi sunduq, karavatlarni tepasiga qo'yish kerak hozir mana tepaga. Hop, sunduq bilan verstaklarni qo'ysa bo'ladi pechkalar bilan. Lekin karavatni qana qo'yar ekanmiz do'stlar? Hop, men endi mudor o'ylab topaman. Shu karavat bilan oldin bilan qo'yib olaylik, keyin karavat bilan mudor o'ylab topamiz. Hop, endi bizda faqat karavat qoldi. Shu endi karavat bilan nima qilsak bo'lar ekan do'stlar? Mana karavatni do'stlar bundan qo'ydim. Mana shunday qo'yib o'ylab topdim. Ikkita blok qo'yib, shu tepasidan karavat qo'yib yubordim. Keyin blokni buzdim. Endi shu burchagiga mana bunaqa narsa qo'yib chiqishimiz kerak do'stlar. Burchini boshqa qanaqalari bor edi, mana bunaqa chetdan. Men blok keyin mana shuni o'rniga blok qo'yib yuboramiz qanaqadir oxirida. Mana shu blok qo'yib yuborish kerak bitta. Va mana yaxshigina tushdi. Bo'ladi. Bu yoqda bizda stol turardi. Stolni qo'yamiz hozir endi. Stolni mana plitani olib keldim. Stolni bundoq qo'yib qo'ysak, ana dahshat, juda ham zo'r chiqdi do'stlar. Voy do'stlar, qaranglar, zo'r chiqqanini. Jitilni o'zi ham ustidan rosa qotib ko'ramiz do'stlar, hali kelsa, rosa qotamiz do'stlar. Hop, endi bizda bittagina qoldi. Jitil kutsak bo'ldi. Hali mana qaranglar do'stlar. Men hozir buni hammasini uyni buzib boshidan qurib chiqdim. Faqat teskarisi. Voy, mana o'tirman. Hop, tushunmadim. Kimga bo'ldi uyimga? Voy do'stlar, sekin chiqib ko'raylik-chi. Jitil, nima bo'ldi senga? Kapot uyimga qarab bo'lganda, kim qildi buni? Voy, Jitil, nima bo'ldi uyingga? Kim qildi buni? Men qayerdan bilay? Jitil, men bilmayman. Men kompyuterimda ish qotdim. Kapot! Nima gapiryapsan? Kapot kim oldi? Iltimos qurib ber uyimga boshini. Hop, sen g'alati turamiz. Nima qilib berishim kerak? Uyimga qanaqa kiraman endi? Uyingga ham hozir bo'lib to'xtab tur, oldin men bloklab kelib boray. Shu blokni qo'yib beraman, shu chiqasan. Hozir Jitil. Do'stlar, Jitil tushunmayapti bizani. Hozir mana Jitil hozir qo'yib beraman. Endi sekin yur, orqamdan chiqamiz. Qarab ko'ramiz uyingni. Jitil, lekin uying juda ham qiziq bo'lib qopti. Men qara uyingni. Men lekin yashagan bo'lardim. Nima deyapsan? Tezda kir. Bo'ldi, Jitil, hozir kiramiz. Faqat eshik tepada ekan, shu bo'yim yetmayapti-yu, bo'yimiz yetmas ekan. Bizga hozir to'xtab tur. Hozir blok olib keling. Bizga yana bitta blok kerak. Jitil juda ham qiziq hodisa. Qanaqa uyimda guruh qo'yamish mumkin. Kompot, nima qilaman endi? Menga nima gapiryapsan? Qanaqa qilib qo'ymayman? Qanaqa qilib qo'ymayman? Polni qo'ymayman. Shunday qana.
Endi menga bunaqa gaplaring gapirmagin Jitel. Bu sani o'zingni muammoing. Men endi bilmayman. Obunachilarimdan so'rab ko'raman, balki ular ko'rgandir kim qilganini. Mayli, so'rab ko'r. Xo'p, keyin o'zim so'rab olaman. Shu obunachilarim o'zlari keyin aytishadi. Do'sti faqat kommentga yetib qo'ymanglar. Tushundingmi Jitel? Ha, kampot uyimni qurib ber iltimos. Boshqa hech qachon sani uyingda bunaqa ishlar qilmayman. Jitel, kechir lekin obunachilarim nima qilamiz? Hozir to'xtab tur Jitel. Obunachilar bilan gaplashib olaylik. Obunachilarim aytinglar, do'stlar, nima qilamiz? Men unga yordam beraymi yoki yordam bermayman? Lekin yuzida juda ham zo'r turibdi. Bo'pti, keyin do'stlar, yaxshisi unga yordam beramiz. Endi bizning Jitelimiz baribir anaqamiz. Balki yordam bermasman. Balki yana 1-2 hafta tutib turar. Kim biladi? Komment yozsanglar, hamma kommentlarni o'qiman va sizlar aytgan ishlarni qilaman do'stlar. Va sizlar bilan do'stlar kompot bo'ldim. Xayr, ko'rishamiz.